7 qism. 3 aydan keyin Semiz onamning majburlashlariga chidamagan Yoqubjon oxir ajrashishga ma'qul bo'ldi. Shuning bilan yelkamdan ig'ir bir yukni eliyotgandek xushal holda erkinlikka chiqdim. Nikah turmushim garchi baxtsizlik bilan oxirlashgan bo'lsa-mu, buningdan keyingi turmushimni qayta o'rinlashtira oladigan bo'g'inimdan eng muhimi dilimga azor berib, qadrimni qilmagan kishilarning turmushidan chiqib ketganim uchun xursand edim. Shu kuni bozorga berib, o'zim yoqtirgan narsalarni setib oldim. Chechimni yasatdim. Grim buyumlarimni almashtirdim. Chuqur kiyim oldim. Endi burunqidek kashkicha uyga bekinib xiyol surdigan jimg'o'rlikni faqatla xolamaydim. Ajrashgandan keyin tetiklashib ketganimni his qilib turatdim. Bu albatta ko'ngilsiz iskanchidan qutulgandan keyingi ozodlik tuyg'usi edi. Xizmatdoshlarim, "Voy, texmi chiroyli, sho'x bo'lib ketyapsiz-a?" Do'stlarim, Burunli shunda qilish kerakkan asli. O'zgarib boshqacha odam bo'lib qolding-jumi? qo'shnilar Yaqinda bir xo'shallik bag'ishmamdi. menga har nimalarni deydi. Lekin ming so'zlagan bilanmi ular mening hissiyotimni tushunmaydi. Turibli maychaponni izdigim kelib qoldi. Xizmatdoshlarimdan tortinib, idora hovlisiga chiqdim va uning telefon qildim. Qanday ahvolingiz? Yaxshi. Soniyamisiz? Voy, bugun quyosh uyning keynidan chiqqan o'xshamamdi. Uning to'mir dasqin muz tashlagandek gaplari yana boshlandi. Mijozning osonligi o'zgarmaydigan bu maychapan shopur tani gap qilmasa, kuni o'tmaydigandek, ha desa mushundaq sanjilatdi kishiga. Men muachchig'im kelganini yoshirmayli qaynadim. Ha, O'brinining keynidan chiqqan. Ahvol so'rab telefon qilsimi, qo'pol degidigina. Asalga kekirib qolgan o'xshamamsiz. Gap tallig'ingizni qo'ymaysiz, ha? Qandaqroq? O'zingiz yaxshimi? Yaxshi emas. Mehmon qilmasangiz yaxshi bo'lolmaydigandek turma. Voy, mo'a gap bo'ldi ekan, ha? Amsa shu bonida tomir tutishni o'rganib olay. Dana, qachon nerda ko'rishimiz? Shu kuni kechda g'aribcha tamoqxonada ko'rishadigan bo'lib kelishdik. Men ishdan tushib, deyishib olgan tamoqxonaga borganimda u teg'i kelmagan edi. Yanviniga qisqa uchur yo'llab, deyishgan joyga kelib bo'g'inimni aytdim. Uzun o'tmay, umi keldi. Ammo yolg'iz emas. Men yiliq chaqda ko'rgan uzun chashliq, o'ruq qizmi uning bilan birga kelgan edi. Garchi u chaqda qizning chiroyini ko'rmagan, faqat kayni tarafdan gavdasini ko'rgan bo'lsam-mu, buning dal shu qiz ekanligini jazmlashtira oldim. Birdanla yuragim muzladi. Necha qavat bino ustidan shiqilgandek ruhim layladi. Ichimda oli to'plan ko'tarayotgan sezgilarimni yig'ishtirishga tirishib, o'rnimdan turib, ikkalam bilan ko'rishdim. U yindiki qizni menga tanishtirdi. Bu yoq go'zal ay. Go'zal bo'lmayli qo'ysin. Ota-onasi adashib qilib, ismini xato qo'yib salgan bechora ekan bu. Xiyollarimni ular bilib qolgandek andikdim. Ammo u qiz haqiqatan sat edi. Uzun chechi va silva qomatidan boshqa buludu degidek hech jeri yo'q ekan. Qizning g'azir ko'zlari va panoq burniga qarab, ichim shundoq pushdi. Tujublab qilib girmimi qizning ko'rimsizligini yapolmagan edi. Sal bir samirsimu iskat kira bo'g'imi tekkin tang. Ish qilib bechoraning butun turqi mumiya qilingan iskeletdan kam emas edi. Rahmatulloh jandan anglasam, uning yaqin do'sti ekansiz. Sho'ng siz bilan tanishib olay deb uningga agishib yulib birga keldim. Buningdan keyin pat-pat ko'rishib turamiz. Uning do'sti bo'lgan ekansiz, mening texmi yaqin do'stim bo'lasiz. So'zlavatamdu yoki kakku sayravatamdu bilmayli qoldim. Chiroyiga qarasa, odamning yig'lug'isi keladigan bu qizning ovozi bajoyiki rivoyatlardagi parizatlarnikidekla. Yo'q. Parizatning ovozini kim anglab yiqibdi? Hammasi quruq gap-ku u. Lekin bu qizning ovozi yuragimning beg'iga tegib, holsizlanishga boshlagan nervlarimni uyg'otdi. O'zimni sezmagan holda g'urtda yutindim. Nemish bo'lyotdi degandek maychapanga qaradim. Qizning o'ruq yuzining markazi qismi bo'lgan eg'izi to'xtamay midirlayotdi. Demak, u yana menga gap qilyotdi. Uning ovozi tongda sayragan kakkukning ovozidek go'zal,
Eqin suning shildirilishdak yiqishliq, shamoldek mayin bo'lib, anglagan odamning dili erib, ixtiyorsiz uningga maftun bo'lib qoladi. Shuncha qamlashgan maychapanning mushi agri qo'noq bilan yetilishib yurishi shunga kanda. Ichimda shundoq o'yladim-da, hasad qilganimni chandurmaslikqa tirishdim. Agri qo'noq gazir ko'zlaridan kulki to'kishga tirishib, menga qarab so'zlayotdi. Rahmatullohjon, siz to'g'riliq jiq so'zlab bergan. Arliqda yo'qlab berib paranglashib o'ltirib kelamiz deyishgan edik. Lekin shu birimizning bo'sh vaqtiga yana birimizning vaqti udilganmay mushjaq bo'lib ketdi. Qanday gaplar bo'lyapti? Bu agri qo'noq kim o'zi? Rahmatullohjon deb ketishlardan o'rgilay. Bu maychapan uning eg'iziga qo'ymi izzat hurmati bilan chiqdi ekan. Noyti bir maychapan shopirg'u. Maychapan agri qo'noqning gapi tugishiga ulapla so'z boshladi. Aras, tonishtirishni unutibman. Go'zalay, mening loyiqim bo'ladi. Sizga o to'g'riliq so'zlab berishga fursat bo'lmaganti. O chaqlarda ko'nglingiz yerim bo'lg'ashqa, ortiqcha paranglarga hapsilingizmi yo'qdi? Ichimda bir yerim chimmidi qildi. Kulishga tirishdim-yu, ayanchlik to'lg'andi. Qag'inni o'zim bilaman. Ha, yaxshi bo'pti. Shundoq chiroyli loyiqingiz bor turib, ajab boldiroq tanishtirib qo'ymabsiz, ha? Hechqisi yo'q. Kechiksakmi, tanishib oldik mana. Shu gaplarni davatqanda, onam peshonamga noqib turib, nemishqa yolg'on gap qilsan davatqandakli bilinib ketdi. Lekin u agri qo'noqning ko'nglini yasash ham shu tapdagi paranglarga javob qaytirish yuzidan bo'lsa-mu, bir narsa deyishim kerak-da. Bu agri qo'noq bek satgan digili bo'lmasa ya. Uyga to'lim ruhsiz qaytdim. Qoroning oldiga akilib qo'yib, choyga tutqunimga unamay qaytib ketgan maychapan bilan agri qo'noq shu tapda mashinani yuragimning ustidan haydab ketyotdi. Bekli yig'lig'im keldi. Ammo yig'lamadim. Bu ishlarni hech kimdan ko'rolmaydim. Men texi maychapan ikkimizga fursat bo'ladi deb o'ylagan edim. Afsus. Kechidan beri yurak bag'rimni yeb chiqqan qurt qo'ng'izlarni jimlash uchun xizmatga o'zimni bo'lishiga urdim. Lekin ha degandila chataq chiqarib, ishlarni xato qilib yurdim. Ming japoda kunni kesh qilib ishdan tushishimga maychapandan telefon keldi. Deyishcha, idoraning oldida meni saqlab turibdimish. Men bilan daryo bo'yiga berib, o'ltirib keksib bakkan. Rad qilib etay deb o'yladim. Lekin ko'nglim oldimga o'tib elib, unda qilolmadim. 8-qism. Mashina bir xil ilgirlamoqda. Umu, menmi jim. Kayfiyat ig'ir. U bir chaqda jimjitlikdan ichi pushqandek ig'ir tinib qo'ydi. Gap qilg'ach o'ltiring a? Nima deyman? Nima deysingiz mayli? Ha. Oltinning bahosi yana o'sib ketibdi. Sahiya idorasi imtihon orqali xodim qabul qilgan o'xshaydi. Xalq maydoni yendiki cho'ng yo'lga qayrilgan do'xmishda qatnash vaqasi yuz berib, bir odam o'lib, uchaylan yarinibdi. Ondan Aras, buningdan keyin qalpoq kiymay motosiklet, toksiklet deganlarga jarimon qo'yildi ekan. Yana texi. Hey. Gap qiling desam, shundaqmi gap qilamsiz? O'zimizning parangni qilsak bo'lmamdi? O'zimizning parangni? Hayronlikda chekchaydim. Bizning nima parangimiz batdi? Amasli gaplarni qilgansiz-ku. Shu gaplar bo'lunigacha daryo bo'yig'im kep qolgan edik. Mashinadan tushgandan keyin u meni unimig'inimga qo'ymay daryo ichiga tushirdi. Demagan bilan bu yerning manzarasi, havosi kishiga bekma yoqadi. Hey. Mening ismim Hay emas, Soniya. Ha, Soniya. Meningcha biz naq gapga kelib ochiq paranglashib boqayli. O'ttirimizda paranglashqidek nima gap bor? Ichimda 10 tag'ar shig'i qaynab tursa-mu, ko'zlarimni uningdan elib qechib, shundoq dedim. Maychapan birdamgina sukutda turgandan keyin asta udilimga kelib, ko'zimning ichiga qaradi va intayin salmoqlik bilan dedi. Bizning o'tirimizda deyish kerak, hech qanday gap yo'qmi? Uning chiroyli ko'zlari taajjub, ikkilnish, intizorlik aralashib ketgan bir xil holatda Shabnam to'kayla deb qolgan ko'zlarimga mixdek qadaldi.
inishkidek gap. Gap bo'lsa sizdan amsa. Men anglay. Shundaq deb uning oldidan neri ketdim. Va yaqin tarafga yaqinroq joydagi shig'il toshlar ustida putlarimni uzun sunib o'ltirdim. Umi kaynimdan kelib, meni do'rab o'ltirdi. Aras, deyishni unutib qoptiman. Maychapan taksi haydagandan beri yiliq eski tuski jandillarini tashlab, zamonaviy moda, qimmatbaholik, yarishimliq rohat kiyim va oyoqlarni kiydigan, dangliq markalik ko'zoynak, dangliq soat taqaydigan bo'lib ketibdi. Shuncha pozor kiyimning mehnat bo'lib ketishiga ko'zi qiyib, menga o'xshash yerga chaplashib o'ltirgan Maychapanga shuningdan ortiq gap qilolmadim. Arni xeyli uzun sukut bosdi. U bir chaqda shiraqlarga nazar tashlag'ach, so'zni boshladi. Ma'qul. Amsi menday. Siz avval gapimni bo'lmay anglang. Ondan fikringizni deng. Bo'lamdi? Qarang Saniya. Biz kichik bola emas. Xeyli uzundan beri bir-birimizning ko'ngilda nima cho'tlarning so'qilib yurganini bilmaydigan yerda bu emas. Dastlab siz men haydagan avtobusga chiqib yurgan chaqlarda sizni avtobusga o'ltirishga ehtiyojliqmi emasmi deb o'ylab ketmagan edim. Keyin sizni to'niydigan bir necha ayolning parangidan xizmat o'rningizning yaxshiligi, maoshingizning yuqoriligi, ota-onangizning yuqori maoshli kadr kishilar ekanligi, Qirg'izistonda tijorat qiladigan akangizning sizlarga pat-pat sovg'a salom va pul avatib turdiganligi, mashina setib olib haydasingizmi, hamma yo'llaringizda taksi o'ltirsingizmi, unchalik chiqimning siz uchun nolga barobar ekanligi degandek ahvollarni bildim. Bularni bilgandan keyin heliqi ayollarga o'xshashlar pul puchak, mol dunyodan g'am qilmaydigan boy oilaning qizi, yana kelib yuqori maoshliq yaxshi xizmati bor turib, nemishqa har kuni ko'cha avtobusda qistilib, ba'zida o'r turib ishga berib kelib yurdigandu deb o'ylab qoldim. Keyincha uchrashib qoladigan chaqlarimizmi ko'p bo'ldi. Bara-bara ko'zlarimiz uchrashib qoladigan chaqlarmi ko'paydi. Keyincha sizning faqat ashu liniyadagi haydigan avtobusga chiqadiganligingizni, boshqa avtobuslarni o'tkazib o'tib, mening avtobusimni alohida saqlaydiganligingizni tushundim. Ammo bir kunlardan keyin avtobusga chiqmay qo'ydingiz. Bu holga ko'namay, ichim siqilib, xeyli uzoq vaqtni o'tkazdim. Uning buningdan so'rashtiray desam, u chaqlarda ismingizni bilmaydim. Shunga xabaringizni olamadim. Keyin avtobus bekatdan yenib chiqib, taksi haydadim. Shundan keyin sizni avtobusga chiqayotganmidi yoki shundoq yo'q bo'lganicha bo'lganmidi deb o'ylab yurdim. Shu mezgilda onam to'liq o'tirdiki savoqdishi ham yaqin do'sti bilan mening to'y ishimni maslahatlashib yuribdi. Ularning menga topgan loyiqi go'zal ay shu. U onamning ashu savoqdishining qizi. O chaqda bu gap menga yoqmay rad qilib, uydagilarga tutuq bermay kelgan edim. Keyin o'ylamgan yerdan Yeliqi dach rayonida mashinamni to'sib qoldingiz. Bu mu taqdirning o'rlashtirishi deb bildim. Qanchalik xushal bo'lganimni yolg'iz o'zimla bilaman. Yarangiz saqib, sal aslingizga kelgicha aloqalashib turdik. Shu chaqda nima ishlar yuz berganligini so'rsam, keyin deb beray deb turaverib, faqatla ispusini chiqarmadingiz. Men bu sizni to'y qilgando deb xiyolimga keltirmabdiman. Nikoh ishlaringizni bilgandan keyin menga bakli alam bo'ldi. Sizni qo'g'lash xiyolimdan voz kechdim. Shundoq osonla voz kechdingizmi? O'zimni sezmagan holda uning shundoq deb saldim. Saqal g'irishlamay, avval jim o'ltirib ana. U sal qizdirishib, ondan gapini davomlashtirdi. Shu chaqda er ayol degan ba'zida shundoq urushib, takallashib qoladi. O'tirdiki xapchiliklar oydinlashib ketsa, yana yarishib uyini tutib qola oladi. Mushundaq nozik payti turganda ko'ngilni bo'lib, boshqacha xiyolga boshlab qo'ymay deb sizdan qasdan o'zimni tatdim. Qarsam bir mezgildan keyin sizmi meni izdimadingiz. Shunga sizlarni yarishib qolgan o'xshaydi debdiman. Shu orada onam Güzelay bilan to'y qilasan deb qistab quloq mingamni yeb bo'lay dedi. Onamning gapini yiranmay u qiz bilan ancha-muncha ko'rishib paranglashib turgan bo'ldik. Lekin hozircha to'y qilg'im yo'q. Bir mezgil o'ssin deb keyniga surib keldim. Qiziq ish. Siz doim odam o'ylamagan yerdan chiqsiz. Yana bir kuni tuyuqsiz menga telefon qilib ahvolingizning yaxshi emasligini, mehmon qilmasam yaxshi bo'lolmaydiganligingizni aytdingiz.
Bu gapni chaqchaq qilib davatqaningizni bilib tursammi, shunchalik xush bo'ldim. U kuni atdiganda Güzelay bilan ko'rishib, birga tomoq yeydiganga kelishib qo'yibdi ekanman. Sizga yoq dey desam, ko'nglim unimidi. Uningga degan gapimdan yenib olay desam texi. U qiz meni 10-15 qatimlab izlab telefon qilib kelsa-mu, faqatli korim bo'lmagan. Oldingi kuni yarim kechida telefon qilib yig'lab ketgachga, Nishida yig'lab bersa, erib ketdingiz dang. "Umi odamda qig'ili ish yo'q, bekor qilib izlamaydi meni." Maychapan terikdi. Ha keyinchi, qandaq bo'ldi andin? Meningmi, uningmi ko'nglini ranjitmaslik uchun men bilan tamoq yeyishga kelishib qo'ygan yerga shu qizni boshlab bordingiz. Aniq tushunibdimanmi? Maychapan pokandak eslib ketdi. To'la tani gap qilmang. Siz bilan ko'rishkim, tomoq yegach mungdashqim bor edi. Lekin go'zalgimi ma'qul deb qo'ygan tursam, qanday qilaman endi? Ha, ish qilib qiyinchilikni yaxshi hal qildingiz. O qiz bilanmi bir obdan tanishib oldik, bilishib oldik. Endi gapning poskallisindanga. Menga bularni deb nimani tushundirmoqchi? Nemishqidir, bara uning achchig'im kelishga boshladi. Hamma gaplari aniq bo'lsa-mu, bularni menga deyishdagi maqsadini tushunmadim. Maychapan menga sinchilab qarab ketdi. Ondan ko'zni chimchiqiltib so'radi. Faqat tushunmadingizmi? Yo'q, tushunmadim. Udulla bergan javobimdan sal dilg'ul bo'lgan Maychapan yana terikdi. Hey! Siz rost bilmamsiz? Siz rost bilmamsiz yoki men bilan maymun o'yini o'ynayaptamsiz? Tushunmagan bo'lsangiz ochiqday, endi cho'qim tushuning, ha? U jiddiy tusda men tarafga surilib, menga ro'biro o'ltirdi. Siz mening ko'nglim tushgan qiz. Lekin hozir Güzelay bilan yurayotgan otoqdiman. Endi uqdingizmi? Shunga oldimda bir talay boshqa tinchiligi bor. Ikkimiz birga bu boshqa tinchlikni hal qilaylik. Ondan turmush qurib birga yashaylik demoqchi. Endi g'ofqansiz? Bilmadim deganimga to'yg'izib, un tag'irdan chashqan chiqqandek aytilgan bu gap vujudimni tok soqqandek titirtib o'tdi. Tushunishni tushundim. Lekin hozir siz menga talab qo'ymoqchimi yoki tahdid solmoqchimi? Uf! Maychapan lassida bo'lib, bayqi o'rniga qaytdi. U tishlari orasidan chiqarib, donimi-doni qilib so'zlashga boshladi. Qarang. Avval Güzelayga bu ishlarni qanday tushundirib, qaysi xil usulda hal qilsak yaxshi bo'ladiganligini maslahatlashaylik. Bularni hal qilgandan keyin talabni siz qo'ysingizmi, men qo'ysammi o'xshash. Shunda qilandoq. To'xtang. Bu ishlarni nemishqa men hal qilib berdi ekanman. Sizga kim shunday buyurib berdi? Hal qilib bering demadim. Maslahat selayotaman. Korim yo'q demaydigansiz. Maychapanning ko'zlari yanimi yo'g'indi. Shu, mening korim yo'q. O'g'il bola bo'lgandikin o'zingiz hal qiling. U menga ko'ngli borligining shapsini chiqargan shu minutdan boshlab samo selishga boshlagan yuragim shodlikdan tipchaklaydi. Ammo otdan tushsammi o'zangidan tushgim kelmadi. Uning jiddiylashgan holatiga qarab, texmi jilqig'im keldi. Karingiz yo'q, ha? Amsi men Güzelay bilan to'y qilaversin bo'g'dak. Uning bu gapi menimga tosh bo'lib tegdi. Bayilib bir chiroyli gap qilib o'ltirib, bir eg'iz chaqchaq chidamay qilayotgan gapini anglab, rostdanla achchig'im keldi. Qanday qilsangiz qilmamsiz? Ajab deb ketdingiz, xuddi nikoyingizni men o'qiydigandek. Maychapan yo'g'an ko'zlarini qizartib, ko'zimga tikilib qaradi. Ha? Rostli uning bilan to'y qilsam maylimi? Nima mendan so'raversiz? Men sizning onangizmi? Onangizmi nimanda qiziq deyman? Savoqdishimning qizi deb shundoq sat qiznimi topamdi. Eshakka kuching yetmasa, ur to'qimini degandek ish bo'ldi. Maychapanga bo'lgan achchig'imga paylamay, yilqi qizni so'kib ketganimni deyman. Nari satgan? Bir chiroyli turmamdi. Satgan shu, kichkina yuziga mo'zayda sivatmagan bo'g'iydi. Ovoqliqini deymi texi? Xuddi jin yolvatgandek ovora agri qunoq. Maychapanning rasmiy jodini o'rladi. Hey. Sizda azroq odimiylik bormi ya? O'zimizning ishini deyishib etib tuyuqsizlar haqni satpat deb yuriysiz-ku. Unchalik chiroyli bo'lmagani bilan ko'ngli yaxshi, mijozi illiq, chiqishqoq, kuyimchan qiz u. Yana ovoz chiroyli, sizni maftun qilib olgan birdan-bir nemiz shu-ku?
Köyümcan chiqishqaq deb ketganlarini qandaq qilay? Shuncha yaxshi bo'lsa berib ashni iling amsa. Sizning mushu gapning belgi tepadigan xuyingiz qanmaydi ekan g'ozadi. Manga azroq bo'lsa-mu ko'nglingiz bo'lsa, mundaq yo'lsizlik qilmang. Chiroyli paranglashib baqsaq, o'lamsiz. Ko'nglim boyoqliqini siz bilamdingiz. Siz agri qo'niqingizni bilasiz. Nomusni qayirib qo'yib, billa tomoq yeyil deb otayin telefon qilsam, o'sha agri qo'noqni boshlab kelgansiz. Manga ko'ngli bormish texi. Ko'ngli bor odam ashunda qilamda. Nima bo'ldimkin, o'zimni bilmadim. Ish qilib, shu gaplarni deb ixtiyorsiz qaynab qoldim. Maychapan sal xijolat bo'lib qolgandek qiladi. Ras. Bu ishni to'g'ri qilmaganligimni keyin bildim. Shu chaqda yuzaki o'ylab optiman. Kechiring. Ammo hozir bularni deyishadigan chaq emas. Mening siz bilan to'y qilg'im bor. Baxtiyorlik tuyg'usi bo'lar. Buningdan ortiq bo'lmas. Kutgunimmi dal musha edi. Ilgari uning chiroyli ko'zlarini, qo'shovmi qashlarini, kulganda ko'rinadigan o'g'ir tishini ko'rishni o'ylaydim. Ham buni barliq insonlarda bo'ladigan go'zal narsalarni yoqtirish еңi deb tushunatdim. Ammo uni qachonlardan beri taklifini baxt deb bilgudek darajada yaxshi ko'rib qolganimni bilmaydim. Lekin nemishqa meni yaxshi ko'rib turib, men chaqirgan yerga boshqa bir qizni boshlab bordi. Bu tarbi ko'nglimda to'g'ri tayoqdakli turib oladi. Sizning to'y qilgingiz bo'lsa, gap so'zsiz tegamdi ekanman. Meni osonli ma'qul bo'ldi deb o'ylamsiz? Oson demisingizmi, ish qilib ma'qul deysiz. O'zingizga bakishin degansiz a? Nimaga asosan bo'layotgan ko'ranglik bu? Nadi ko'ranglik bo'ladi? Demagingiz bilan sizmi meni yaxshi ko'rasiz-ku? Bu gapni anglab, beqinimni birsi chimdigandek to'lg'inib ketdim. Har qancha bo'lsa-mu, muncha baldur quyruq tutqizib qo'yishni xohlamaydim. Muhabbat, nikoh deganlar boshda yigit qizni qo'g'lashib, qiz nozlanib elib, ma'qul degili unimay, ondan yigit turli chora usullar bilan qiz ko'nglini moyil qilib, romantiklik ishda davom qilmamdi. Nada bundaq tomning kayinda eshak angragandek tuyuqsizlik gap chiqirdigan ish bor. Amroqlik qilib qo'ysa yaxshi ko'rgan bo'lamdi-ku. Shumi gapmi hamdi? Amisa, yaxshi ko'rmamdingiz. Siz mundaq yolg'on gap qilib kimni aldamoqchi, ha? Atdan tushsingizmi, uzangidan tushmaydigan ma'madonligingizni man qilmang. Bo'lamdi? Ko'nglim bor demasam, sizga shuncha gaplarni qilib, beshim ishib qolmadi mening. Bilasiz, bir eg'iz ma'qul bilanla ayolim bo'lib ketadiganға qiz tayyormi? Uning oxirgi gapi ich bag'rimni qo'chib, yuragimning qiytig'i berib to'xtadi. Ayol kishi deganning bunchalik nozi bo'ldi-ku amdi. Kichikkina gapga chidamay, nima degani bu uning? Haqiqatan yaxshi ko'rsa, shu gapni qilamdi. Ko'zimdan saldak teshishiga aramla turgan pig'onimni zo'rg'a besib olib, das o'rnimdan turdim va uningga vaqirdim. Yo'l bo'lsin. Tayyor bo'lib qolganlarni ilib asla. O'tib deshib, sizlarga tushib qolgan Soniyaxon yo'q, o'zini chaqlamaydigan. Kaynimga burilgan peti qirg'oqqa qarab mangdim. Shu hamon chanoqlarimga eslab turaverishga madori yetmagan ko'z yoshlarim mangzimni bo'ylab oqdi. Maychapan kaynimdan kelmadi. Hatto ismimni chaqiribmi qo'ymadi. Men shu holda udul cho'ng yo'lga chiqib, taksi to'sidim. 9-qism. Maychapanning yenidan qaytib kelgandan beri yotoq uyimga bekinib olib yig'layapman. Manga ko'ngli bo'lsa, uning gapini qilsa bo'ladi. Bo'lmasa, nemishqa tayin yo'q gaplarni qilib, ko'nglimga azor berdi. O'zicha, sen bo'lmasa boshqasi deganimi bu uning? To'xta. Maychapanning g'arzi boshqa. Uyalmay avtobusga chiqqan xotinlardan angladim deyotganni. Yo'q. Cho'qim meni surishtirib, ting-tinglagan gap. Ondan menga gap tashlay deb yurganda, men uning xiyolidan bexabar to'y qilib ketgan. Yiliq chaqda semiz onam beshimni yerib atgandimi, buni taqdirning bagini deb bilib, menga qayta yaqinlashgan. Bir mezgil kunda izlab, bir mezgil tuyuqsiz yo'qab ketib, meni o'ziga qaratmoqchi. Sohib Jamol yelis ishlatmoqchi. Ondan yana texi
qarama juvoy nimakni. Jinningmi qo'qqisi keldigan inji maroq agri qo'noqni oldimga boshlab kelib, loyiqim deb tonishtirib, oqidinla tegsangiz sizni ip qo'yay, bo'lmasa yiliqi bilan to'y qilman demoqchimikin ha? O yuzi qilin o'g'ri. Hisiyotimdan foydalanib, ajab ahmaq qipsina meni. Sendek maychapan to'mpayga tekkicha. Berib inji maroqni ilib ol. Maychapanni ichimda necha mingni tillagandim. Lekin ochchig'im chiqadigandek emas. Qandaqli o'ylasam, uni samimiy, pak niyatdek his qilolmadim. Qo'qqanga qo'sh ko'rinibdi degandek, uning necha vaqtdan beri ortiqchilik bo'lib ko'ringan barliq ishlari amdilikda behuda avorchilik yoki saxtipazlik bo'lib tuyulmoqda edi. Ichimda uni to'la tillayverib, yo'l mangsammi shivirlab gap qildigan. Ish qilib etibmi, bir nimalarni deb gudunglaydigan. O'ltirsam, qo'psam, yo beshim, yo ko'nglim, yo eg'izim aram topmaydigan bo'lib qoldi. Bir kuni texi idoramizga yangidan yo'tkilib kelgandan boshlab menga yaqinchilik qilib holi qolmaydigan bo'ytaq er xizmatdeshim oldimga kelib meni tamoqqa taklif qilsa, xiyolimda maychapanni tillayotgan men o'ngim bilan xiyolimni ayirolmayla yiliq xizmatdeshimga qarab ovozimni qo'yib etibdiman. Oy yuzi qilin o'g'ri, kimingni so'z qilay degan ha? Sening oldam xaltangga tushadigan saniyaxon yo'q. Xizmatdeshim bu gapimni anglab danq etib turibli qoldi. Ondan to'limi afsuslik bilan menga qaradi. Sizning menga bo'lgan tushunchingizning bu qadar osal ekanligini o'ylamabdiman. Qandoq bo'lib sizga nachar ta'sir berib qo'ydim? Buni zotli bilmadim. Lekin ig'ir besqiroq bo'lsangiz, hech bo'lmaganda tushunishib baqsaq deb o'ylagan edim. To'limi afsus. Bechora xizmatdeshim shularni aram deyaladi. Ishxonaga boshqalar kirib qolmaganda cho'qim yig'lab sala bo'g'iymi dekin. Ish qilib uning yilqi chog'dagi alamlik chiroyini keyin o'ylasammi, necha kulki qistadi. Kunlar shundoq o'tmoqda. Osh kundan boshlab menmi maychapanni izlamadim. Umi meni qayta izlamadi. Lekin kunlar o'tgan sari uningga bo'lgan ochchig'im pasayib, ko'nglim iziga tushib beribdi. Texi turibla zodi nimaga bundaq talash-tartish qilib qolgan bo'g'iydiq. Tamkinlik bilan o'ylanib baqqan bo'lsam, balkim masalani hal qilishning yo'lini topgan bo'lar edik. Umu bek yomon gap qilmabdi ekan bo'lmasa deganlar xiyolimni agiydigan bo'lib qoldi. Ras emasmi? Ikki uydagi cho'nglar yana kelib, bola vaqtidan boshlab berish kelish qilib, hayotining ko'p qismini do'stlik gullar bilan bezab musha yoshga kelgan ikki ona xushallik bilan qaror qilgan ishni buzish uchunmi xeyli g'ayrat, tog'dek jasorat ketdi oxir. Bu ishni menga maslahat sog'ini, mendan yordam so'rag'ini, albatta uning menga ishongini, cho'ng bilgini emasmi? Bakli tantaklik qilib qo'yibdiman. Endi uni izlab, qayta paranglashib baqsam, qandoq bo'lar? Agar biz ko'rishmagan bu mazgilda yiliqi agri qo'noq bilan to'y qilib bo'lgan bo'lsa-chi? To'y qilmagan taqdirdami qiz bola turib, ornimizni qayrib qo'yib bir o'g'il bolani izlab, yana kelib ko'ngil ish to'g'riliq izlab yursam, qamdashamdi. U chog'da g'urur degan narsa nada qoladi? Mana mushundaq o'zimdan so'rab, o'zim javob berib, o'zim o'ylab, o'zim inkor qilib yuribmi? Talay vaqtni o'tkazatdim. Maychapan ilgirgidek xiyolimdan chiqmaydi. Bo'libmi, uning sizga ko'nglim bor deganlarini har bir o'ylasam, o'zimni yilli muhabbat qasriga qadam qo'ydigan baxtli malikalardek sezatdim. Ammo uning meni faqat izlamayotganini o'ylasam, yana qahr-g'azabim teshib, ichimda bo'lishiga tillaydim. Bir kuni idoramizdagi ayollar bilan o'ynayotgan cheyimizning xabari keldi. Maliya bölümdeki qadriya qushqash olchanglab mengib, ishxona qatirab, qari qushqashdek vichirlab yurib, vazifasini ado qildi. Uning deyishicha, choyning navbatini tutgan xizmatdeshimiz kech soat 7 da Yalquntaq muzikalik restoraniga deb gap aytib beribdimish. Chashdan to'la ishqa tutilib qolgan mush kunlarda bu xinimlarni ishdan tushadigan chaqqa udullab so'rining gapini chiqirdi. Uyga berib kiyim-kechakni almashtirib, o'zimizni tuzashtiribroq kelamiz desak, ulgurgili bo'lmagan. Kechiksak, ba'zisi ko'zda urdi, ba'zisi miqida kuladi. Yana texi so'g'uq mehmon bo'lib qolgan gap. Amal yo'q, ishdan tushib o'tdil barimiz.
Ba'zilardek ishdan tushishga 1 soat qolganda yili qo'rsqining og'riqini, yili onasining boqini bano qilib, qosh qilolmaydi. İşçimizde narazi bo'lsaqmi, kallasi ishlab, ishtatur bo'lib ketgan choy navbatchilariga tish yerib, bir narsa degili bo'lmaydi. Chunki paylining yomonligi semiz onamga sal tatib qoladi. Gerçi boshni yarmismi. Hammamiz o'zimiz bilishib, choy deganni dam ilish kuniga o'rinlashtirmay deb o'ylaymiz. Lekin hech nima deyolmaymiz. Boya aytganimdek, menmi idoraga kiyib borgan kiyimim bilan turgan turqimni so'rab ash choyga boraman. Do'stim to'la dushmanlik bu hayotda kimlarga uchrashib qolaman? Bira oli tuqqanim bu aptim bilan ko'si po'qida ko'mamu, choy yig'ilishi deganni tunögunlardan deb qo'ysa, at deganda shuning qarabroq yasinib keladigan ishda emasmi? Ko'tiga kaplashganda aloq-paloq uqtirgan bormi deb o'ylab, o'ng yonimga necha, so'l yonimga necha qarayman. Menla emas, hamma ayollar ashundoq. Lekin men qaqshigan bilan beka. Hech kim qo'rsqimizga kirib, ishchimiznikini bilib chiqmaydi-da. Ko'pincha xizmatdoshlarim bo'lsa, mush qitimliq choyda kiyman deb, 5 batman pulga ilib, avaylab tiqib qo'ygan, texi marksimi uzilmagan kiyimlarini kiyib, ko'z-ko'z qillanmag'iniga ichib pishib, joyida o'tiramay qoladi. Salli yo'lini qila olganlari aplab-saplab bir bahona topidi-da, uchib degidek uyiga berib, eng qisqa vaqt ichida to'zdek yasinishib keladi. Restoranga kelganimda ayollar to'liq yig'ilib bo'lamagan edi. Ehtimalim ya pardozlari bitmagan, ya erlari tamoq chidili qilib qozonni o'rib etib mang deb turib olgan. Ya bo'lmasa taksi to'sib yo'lda. Boshtaroq kelgan uchimiz yo'qlarni saqlag'ach birdan paranglashib o'ltirdik. Arda tozliq uyiga kirdim. Tiklama aynak oldida qo'limni yuvib etib, girimimni tuzashtirib olishim kerakligini his qildim. Ammo tozliq uyining hojatxonasi erlar va ayollar deb ayrim bo'lg'ini bilan qo'l yuvish o'rni o'rtaq ekan. Bu yerda erlar kirib chiqib olsa, men qaragan aynakka qarab turib qo'lini yuvib, usti beshini tuzab olsa, bo'ldilar. Chiqib ketish uchun sirtqa mangdim. Lekin sal delig'ulliqda to'xtab turibmi qoldim. Axir sumkamni ko'tirgan peti, texi yilila yenib chiqqan hojatxonaga kirib, eshikni ichidan taqdim. Andin tarat to'ngning qapqiqini yepib etib, ustida o'ltirdim-da, sumkamdan aynak va girim buyumlarimni chiqarib, quchqimga qo'yib olgan sumkaning ustiga yoydim. Boshqalar qandoqkin uqmayman. Lekin men har qancha tez tugatdim desammi, 15 minutni to'shqizmay girimim bitmaydi. Bo'libmi bugünkidek choyda girimni odatdagidan qiynaqroq, texmi astoydil tujiblab qilish kerak. Bugungi ishning eng chatoq yeri, men ishikni etib olib, texi 3 minut bo'lmasda hojatxona eshigini tatqishlagan biraylan texchi eshik tubida saqlab o'tadi. Aralab g'udungshig'ini, oyog'ining pashnasini yerga urib taqildatganimi anglanib turadi. Girim buyumlarimni yig'ishtirib, chiqib ketmay izchil saqlayotgan ayolning savr taqtiga qoyil bo'lib, o'rnimdan turganimda hojatxona eshigini taqib olganimga 20 minutcha bo'lgan edi. Eshikning ilgichikiga qo'limni uzatishimga teshidagi ayolning sesiq gapi anglandi. Uyt! Mao ichidagi xon. To'lg'aq tutgan bo'lsimi tug'ib bo'ladigan chaq bo'ldi hozir. Yomon uzoq o'tirib ketdilar. Kechki tomoqlarini mashagil ko'tirib kirmasin hamda. Yengdan sesiq bu gap jon-jinimdan o'tib ketdi. Yon tarafdagi erlar hojatxonasidan kimdir biraylarning xiyqrab kulgini anglandi. Mana chiqdim. Ortiq gap qilmay, shundoq deb eshikni ochdim. Shuncha saqlatib kechirim so'rabmi qo'ymag'inimga achchig'i keldimi yoki ichida nima ish qilib shuncha vaqtni o'tkazganimni pamlab qo'yi tutdimi? Aytavur ayol yana so'zlab qoldi. Taratto'ngini o'ylaridan akagan bo'slarimi? Unda uzun o'ltirmisil deyman. Bir talay odamlar yapishganlarning jahrini chiqirdigan ya bu. Biroq qichidimay aylanib qolmisli yana. Yandagi erlar hojatxonasida kulgan odam aptapga solgan qaqdak yejib chiqib keldi va ikkimizga qarab qo'yib chiqib ketdi. Ayolning gapini dangsab baqsam, menga xiyil o'tkazib olgan chiray.
uning gaplariga chidamay qaytirib hujumga o'tdim. Ishik tövüde shuncha uzun saqlab, sili aylanib qolmagan yerda menmi saq-salomat yinib chiqdim mana. Uylarda bir kim qo'ymagandek, silim mashagi debla yig'ib tikanlimi deyman. Mendan uzoqroq o'tirib qoldigan bo'llar. Başları qaysi to'la olajima? Shu gapni deb bo'lib, to'lg'inib dastlab tozliq uydan chiqib ketdim. Ko'z oldimda ayolning bayiqi ochiqda tatargan chiroyi va nimadir demoqchi bo'lib, og'izni o'mallab turishlari alanglaydi. Ayol 33-34 yoshlar atrofida. Chiroyli gul chiqirib tugib olgan chechi, sog'uch qahva rangda bo'yalgan bo'lib, to'kilib ketgidek esib olgan oltin zibu zinnatlardan qaraganda, xilili davlatman oilning qizi yoki kelindek qiladi. Usti beshidagi oshu bir qur kiyimlar necha ming yuandan kam emas-ku deyman. Biz o'ltirgan ustalga bag'inimda xizmatdoshlarim asosan kep bo'lgan edi. Men hammaylar bilan qayta bir qitim salomlashib o'tgandan keyin tozaliq uyi tarafdan ko'z uzmay qarab o'ltirdim. Maqsadim yiliq ayolning tozaliq uyidan chiqqandagi ruhiy holatini bilib beqish edi. Degandek, ayol meni ancha uzun saqlatmay tozaliq uyidan yenib chiqdi. Ammo chiroyida bayiqi xapchilikdan asarmi qolmagan. Guldek ichilib, larzon dasab biz tarafga kelyotdi. Men uning qaysi ustalda o'ltirdiganligiga diqqat qilib, ko'z uzmay o'ltiraverdim. Lekin o'ylamagan ish shuningdan keyin yuz berdi. U ayol bizdan 2 ustal neridagi kichikroq bir ustalda o'ltirdi. Uni saqlab qo'rimalarga eg'iz tekkach o'ltirg'ini bo'lsa, necha oy ilgari men takkallashib, urushib, daryo sohilida yolg'iz qo'yib ketgan, sen izdimasang men izdamdim deb holimni yo'g'on qilgan, lekin kech kunduz xiyolimdan chiqmagan maychapan shopur rahmatulloh bilan mumiyaga o'xshaydigan yilqi agir qo'noq edi. Ular meni ko'midi. Lekin mening ko'zim ulardan uzilmadi. Xizmatdoshlarim ichida ilinglar beqinglardan bo'lak gap yo'q. Ammo men tomoqni yedimmi, tomoq meni yedimmi, ish qilib, bo'sh kallam joyida emas. Ularning nimalar haqida paranglashayotganini bilgim bor edi. Yesh bo'lmagandimi, boya hojatxonada qing'ir qiysiq tegishib qolgan ovu pozor ayolning kim ekanligini bilsam bo'ladi. Qandoq mumkin? Bu holatda albatta mumkin emas-da. Ayollar usulliq naqshlarni qo'ldan bermayotadi. Tansi muzikalarga jup-jupdan bo'lishib, peqirishib yuridi. Men bo'lsam, maychapanning ustildagilarni ko'zdan neri qilmaslik uchun sal mijozim yo'q, beshim qiyib turdi deb qo'yib, dasturxon beqib o'ltirman. Shu tapda mushuningdan boshqaga muroyim yo'q. Choy yig'ilishi oxirlashib, xizmatdoshlarim o'zaro xo'shlashqila turdi. Demak, endi maychapan va yindiki ayollardan umid uzib, uyga qaytish kerak. Ular uchrab qolmagan bo'lsa-ku, ilgirki choylarga o'xshash, bak ko'ngillik bo'lmasa-mu, bir yerimdan o'ynab, ancha-muncha ichilib o'ltirib, ondan keta bo'g'iymitimkin. Ish qilib, bugungi choyning zodi bir yeri bir qandoq. Hayot ajoyib g'alita. O'zing xohlagan kishilar ko'z oldingda borida nochilik qilasan. Qamlashmagan kibringni darang'ishtirib turib, uningga azor bersan. Sen mencha emas deb ko'ranglaysan. Yana texi uning san qarz bodek muomala qilib, ko'nglini og'ritsan. Shu qilganlaringga chidamay sendan yiroqlashsa, men nima qilganda ondan u nima qildi deb o'ylabmi qo'ymay, qilch tattatmay, uni vafosiga chiqirsan-u, boshqalar bilan baxtli kunlarga ulashsa, chidamay bir yerlaringni uvlab qolasan. Durust. Shu topda menmi dal ashindaq. Kecha bir mahalgacha uxlayolmadim. İçimden yig'i qaynab orom bermaydi. U sizga ko'nglim bor degan emasmidi? Ranjishib qilib necha oy bo'lmasda boshqa ayollar bilan shu holatda yaqin bo'lib ketibdi. Shumi ko'ngli borligining ifodasimi? Shuncha vaqtdan beri meni bir haqiqatmi izdabmi qo'ymadi? Qaraganda, men ko'ngli borligi yolg'on ekan. Ishplaslar, aldamchilar, erkishlarning hammasi ashundoq yolg'onchi. Ba'zida o'zimni bazlayman. Ba'zida yilqilarni o'z-o'zimga tillab beraman. Bilmaganlar anglasa, meni sarang bo'pti deyishi mumkin.
Ammo hech kishiga tegilib bo'lmaydigan bir talay sirlari bor mendek ayolning shuningdan boshqa ko'ngli taskin topqidek nima ishi bo'lsin? Lazım çağdı gecgisiga şeytan minib elib, qopmasin bo'ldigan yerda dingida turib oldigan atalmış g'ururini deb tatib ızdırapqu hammasi. Shu xilda besramjon yurib, necha haftan o'tkazdim. Kun o'tgan sari o'zimni yaramaz, barliq erlarni saxtipaz hisoblaydigan, hech ish qiroyim bo'lmaydigan, ishdan tushib, yotoq uyimga kirib olishni o'ylaydigan bo'lib qoldim. Ata-onam mendagi o'zgarishlarga diqqat qilgan bo'lsa kerak. Menga texmi kuyindigan, ko'ngil bildigan bo'lib ketib boradi. Ularga qarab, o'zimni ayblab qolatdim. Mushu yeshidimi ortiqcha g'am qildirib, ko'nglini amin topqizmoqnim haqiqatan yaxshi bo'lmagan edi. Lekin bular mening xohlaydiganim emasda. Amal qilib, xizmatlarga o'zimni urib baqdim. O'zimni zo'lab turib, do'stlarimni izlabmi baqdim. Komediyalik kinolarni tanlab ko'ribmi baqdim. Hech qaysi kayfiyatimni o'ngshashga qodir bo'lolmadi. Hozirgi ahvolimda ming qilsammi yolg'izlikdan boshqasi yoqmaydigandek qiladi. Kunlar shundoq o'tdi. Yana shu ma'nisizlik ichida o'lgur moychaponni xiyol qilib, ko'chalarda yolg'iz yurdim. Uning bilan birga borgan daryo bo'yida soatlab o'ltirdim. Lekin u menga hamroh bo'lib o'ltirgandek tuyg'uni faqatla topolmadim.